Surxonchorba. Ana do'stlar 9 millionga olindi. Ana endi ko'ramiz. Nech pul bo'lyapti? Ana qo'chqorlarimizdan. Nech pul qilyapsiz? Nech pul bo'lyapti aka? 6 milliondan. Ana 6 milliondan. Do'stlar, videolarimizga har doimgidek like-talarni bosib qo'llab turamiz hozir. Ana qo'chqorlarimizdan do'stlar sizlarga qayil qo'chqor tog'a bu. Qayil qo'chqori. Oltinsoydagi do'stlar albatta qo'chqorimiz. Qo'chqorlarimiz. Nech pul bo'lyapti bular aka? 5 million 200 dan hozir 4 ta bir joyda 5 million 200 dan ketdi. 5 million 200 dan bir joyda. Ha. 5 million 200. Surxonchorba. Chorba. Mana yana sizlarga. Nech pul bo'ldi uka bu? 5,5. Ortingchi? Mana do'stlar 5 million 500 ga berishmayapti. 5 million 500. Mana sizlarga yana qo'chqorlarimizdan sizlarga. Bu o'tgan yilgi qo'zimi? O'tgan yilgi qo'zlar. Nech pul qoldi aka bular? 7 milliondan gapsiz aka. 7 milliondan. Bozor nech pul qildi? 6 milliondan bozor savdosini qilishyapti. 7 milliondan akamiz narx qo'ymoqda. Chekkadan bir ko'rsating. Zotga bo'ladigan qo'y chiqar deyapti akamiz. Mana Surxonchorba. Nech pul qilyapti? Izi bormi bundan boshqa? Uyda manzil qayerda? Oltinsoy, Denovda do'stlar. Telefon nomerni ayting. 91lik 511 4952 nomerlarga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa qo'chqorlar kimgadir kerak bo'lsa albatta. Mana yana sizlarga qo'chqorlarimizdan, mana qo'chqor zo'rlaridan Yo'ldan chiqarib qo'yib ketdi. qayerda qo'chqor aka bu? Bozordiki. Nech pul qilyapti aka bularni? 55. Kattalar 28. 5 million 300 dan 6 million 200 gacha bozor savdosini qilishyapti do'stlar. Mana 5 million 300. 6 million 200 gacha. Arasından shirin. Öyle bachcha 4 ta. Nech pul bo'ldi akajon bu? 6 million 500. 6 million 500. Ana do'stlar, yana bitta zot olishga qo'chqorimizdan. Aka qo'chqor nech pul bo'ldi? 6 million 500 ga berishmayapti. 6 million 500. Dangel Ana qo'chqorlarimizdan. Bir qo'y bersangiz berib. Nech pul so'rayapsiz? 5 million 400 danmi? 5 million 400 dan. 4 ta bir joyda. O'zi 6 ta ekan, ha? 5 million 400 dan so'rashyapti. Berishmayapti. Bering mallaka. Yigitlar qo'y bersin. Qachon bunday? Mana qo'chqorimizdan do'stlar sizlarga. O'tgan yilgi qo'chqorlar bular hammasi. Nech pul qilyapti bozor? 4 million 300 dan do'stlar. 4 million 300 dan berishmayapti qo'chqorlarimizni. Boysun ha baba, assalomu alaykum. Boysunniki. Qayerdan? Boysunni qayeri? Pastorqidan ben. Ana. Sog'liqmi bular? 48 ta qo'y olib keldim. 48 ta sog'liq qo'y olib keldingiz. Nech puldan sotdingiz? Ol dedi. 8 dan 3 million 800 dan sotdim. Hammasi yosh qo'y. Bu qolganda ham kelishtirib Qilib berasiz. qilib beraman. Nech pul so'rayapti hozirgi vaqtda? Hozirgi vaqtda 3,5 dan so'rayman. 3,5 dan bermayapsiz. Bermayapti. Bormi bundan boshqalar ham? Boshqa bor, yana 100 ta qo'y. Ana do'stlar, nomerni ayting. Telefon nomerda. Nomerda 99 lik 99'dagi 0. Aytin. Aytin.
Esimda yo'q de. Nomer. Keyingi hafta nomerni yodlab keling aka. Voy kimlar ya buni voy? Nech pul bo'lyapti? Nech puldan sotilyapti aka? Ha? 71. 7 bilan 100. Ana 7 bilan 100. Ana o tarafda yana qo'zlarimizdan. Qarlakani uyini bilardim. Qarlakani uyini bilardim. Aka qo'zili qo'ylar nech marta tuqqan bular? Birinchi qorin, ikkinchi qorin. Birinchi qorin, ikkinchi qorin. Nech pul qilyapti bozorimiz? 8,5 dan so'rayapti. Bir joyda. Bir yerga. 8,5 dan bir joyda. Qo'chqarmi bular? Qo'chqor qo'zlari. Qo'chqar ekan do'stlar. 8,5 dan bozor savdo qilishyapti. Berishmayotgan joyi do'stlar. Qayerdagi qo'ydi? Qo'y inglizdan. Inglizniki. Bormi boshqa? Qobamiz bor. Mana do'stlar boshqa ham bor. 8,5 dan ana Ikkinchi qorin, bittasi birinchi qorin. Birinchi qorin, ikkinchi qorin deyapti akamiz. Sho'rchi ingliz. Ayting telefon nomerni akajon. 91lik 91lik 585 42 585 42 40 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar, bemalol. Ana shu tarafda do'stlar savdoni qiziq joyi bo'lyapti. Hozir imkon qadar ko'ramiz. Ana. Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti ekan? 8,5. Qanamda turaychi, mana shu savdo bo'lyapti. Savdoni zo'ridan do'stlar. Sizlarga realni narxlardan 8,5. Bering tog'a, bering. Mana do'stlar, savdoni joyi. Savdo bo'layotgan jarayondan. O'zdan olib yaxshilab olishadi. Fachim tog'a, fachim qo'yda olyapti. Ana ularning boshladimi? Ana yana qo'chqorlardan ko'ramiz do'stlar. Aka nech puldan bo'lib qoldi bu qo'chqorlar? 6,5 dan do'stlar so'rashmoqda, berishmayapti. 6 bilan 500 dan glavni do'stlar. Ay mana bu yerda turing, glavniga qo'yamiz. Ay shu yerda turing. Qo'lni chiqaring, qo'lda. Sizni qidirib yuraman 6,5 dan do'stlar savdosi bo'lyapti. Kanal bor aka. Surxonchorva. Aka nech pul bo'ldi bular? 6 bilan 200 dan berishmayapti akamiz. 6 bilan 200. 6 bilan 200. Ana bu tarafda yana qo'chqorlarimizdan bor ekan. Ko'rib boqsangiz bo'ladi. Aka nech pul bo'ldi bu qo'chqorlarimiz? 6 dan bo'ldi savdo. Bermayapsiz. 6 dan bo'lyapti, berishmayapti. 6 milliondan. Yo'q deyapti 6 millionga. Ana. 6 millionga yo'q deyapti akamiz. Tog'a bug'ozmi bular? Chalasi ham bug'oz. Nech pul bozorimiz? 5,5 dan bermayapsiz. 5,5 dan berishmayapti. Uchalasi ham bug'oz do'stlar. Ana. Yana bu bug'oz menimcha. Bug'ozmi aka bular? Qisir. Bug'oz emas, qisirimizdan. Nech pul qildi aka bularni? 44-45 do'stlar, savdosi. 44-45 ga berishyapti. Cho'ponda. Qisirma bular aka? Ret qisir. Bolani ajratgan sotgan. Bolani o'zini 4 milliondan sotgan, yenani ham 4 milliondan sotaman deyapti. Akalarimiz. Ana qisirlardan. Qisir kimgadir kerak bo'lsa. Ha, bundan ko'pmi aka? Qisirdan. Aka 48 ga bermayapti. Ko'pmi bundan? Bundan ko'p do'stlar. Telefon nomerni ayting. 99lik 266 266 0508 0508 266 0508 qisir do'stlar. Ana. Gavlashdim.
Nechi pul bo'ldi aka bani shu qo'zilib qo'y? Ikkalasi 13 million do'stlar. 6,5 milliondan 13 million bozor savdosini qilishmoqda, berishmayapti. Ana. 13 millionga berishmayapti. Ana yana bu tarafda qo'zilib qo'yimiz bor. Nechi pul bo'ldi aka qo'zilib qo'y? Egasi kekkasi. Narxida ayting, egasi kerak emas bizga. 13 million do'stlar mana shu. Ana bu tarafda yana qo'zilib qo'ylarimiz bor. Nechi pul bo'layapti aka qo'zilib qo'ylar? Ne bu? Ora 7,5 ming do'stlar. Qo'zlar ko'ryapsizlar, katta. 7,5 dan bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. Ana. Yana ketdi do'stlar. Ha. Nechi pul bo'ldi ku bu? Nechi pul bo'ldi? 6 qo'chqar? Urg'achi 6 million 500 do'stlar bola. So'lam bilan. 6,5. Bo'g'azmi bular? Tog'a? Qisir. Nechi pul qilyapti bularni? 2 million. To'g'ri tushunmadim gapiga. Endi bozorda bo'ladi. Har qanday vaziyat. Do'stlar. Voy, takalar nechi pul bo'ldi aka? Qaysi? Mana bu. Aka bu ikoni 36 so'rayapti. Ikkalasi 36. 4 million bermadim. 4 millionga. 3 million 600 va ikkalasini savdo bo'lishyapti, berishmayotgan ekan. Uloq nechi pul bo'ldi uloq ey? Qaysi yana bola buni? Egizmi bu? Egiz. Nechi pul bo'ldi aka? Ha? 3 million savdo bo'ldi. 3 million egiz do'stlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin yenasi va bolalari. Bu takam aka? Nechi pul bo'ldi urg'ach? 12 qoldi. 12, 1 million 200 do'stlar. Mana sizlarga bulardan ko'ramiz. Nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi aka? 1 million 100. 1 million bo'ldi. Mana takalardan. Va bu takalar nechi pul bo'ldi aka mana bu? Takani 2,5. Bozor nechi pul qildi shuni? 2 million bozor so'rasini qilishmoqda do'stlar. 2,5 million narx aytilmoqda. Bulargacha kichkinalar oqlari. 2dan deyapti, 18 dan so'rayapti. 18, 17 bozor savdosini qilishyapti ana. Takalarimizdan. Ana shunaqa do'stlar, so'yishga kimgadir taka kerak bo'lsa, do'stlar bemalol ana shu akamizga bemalol telefon qilib bog'lasalaringiz bo'ladi. Zo'ri mana shu akamiz o'zida. Qoraqalpoqdan olib kelar ekan. Mana ma'lumotini o'zingiz ayting. Qoraqalpoqniki bo'lanmasi. Qoraqalpoqniki do'stlar. Moysindagi deb soatni bo'lamiz. Telefon nomerni ayting aka. 99 dak 091 091 84 82. 84-82 nomerlarga telefon qilib bog'lanib. Shoprimiz bo'ladi. Bu yoqning shopri. Bemalol mana bu qisalaringiz qoladi. Ana do'stlar, uloqlarimizdan ko'ramiz. Aka, uloqlar nechi pul bo'ldi? Aka 7. Eng arzonini ayting. 650. Mana bu 650 oqimiz do'stlar. Ana, eng arzoni. Qolgani endi ketadi. Mana bu yoqda yana uloqlardan. Aka, mana qora qoshqa nechi pul? Ochilgan aka bu. 800 ga sotilibdi qora qoshqamiz. Zo'r. 800. Endi do'stlar qo'zilardan ko'ramiz. Qo'zlar zo'rlaridan. Ana. Mazangiz, ahvolingiz. Aka nechi pul bo'ldi bular? Ha? Yeni olaman-da. Ha, ayting bo'lmasa. Ayting, gapiring. 700 dan uchoq bir joyda bo'ldi. Savdo? 1 million 700 dan. Ikkita qo'chqar, bitta surg'ach. Kattasi-chi? Kattasi ham shu bo'ldi, 1 million 700. Katta ham 1 million 700 do'stlar. Ana, savdo bo'lib turgan joyi.
Yana sut qo'zi bor. Mana sut qo'zi. Sut qo'zi kerakmi? Nech pul bo'ldi bu? 1.200 dan bo'ldi. 1.200. Ha, 1.200, 1.250 dan bozor savdosini qishilib chiqdi. Berishmayapti do'stlar, sut qo'zi. Qo'yaylik. Mana bundan kattalaridan. Bular nech pul bo'ldi? 1.700 dan. Bular qo'chqar. 4 qo'chqarimiz do'stlar 1.700 dan savdosini qilishmoqda. Ana kattalaridan. O'z sabatay qilasizda. Nima qilay? Aka nech puldan oldingiz buni? Mana qo'chqarlarimiz, qo'zlarimiz. Tog'a nech pul bo'ldi bular? Ha, ayting. 26,5 do'stlar. 26,5. Like bosadi bu. Ha, like bosadi bu. Nech puldan bo'ldi aka bular? 2 million do'stlar. 2 million. Mana bu chekkadagi kichkinasi. Kattasi nech pul bo'ldi? 25. 2 million 500, 2 million bozor savdosini qilishyapti. Sut qo'zini qarang, sut qo'zini. Bozor tushibdi. Sut qo'zi. Nech pul bo'ldi aka? 3,5 ikkalasi 3,5 ming bo'ldi. Odamni ham ozroq tushiradi lekin. Instagramga tushiradi. Nech pul bo'ldi? Savdosi 24 dan bo'ldi. 24 dan do'stlar, savdo 24 dan savdosi bo'lgan, berishmagan do'stlar. Ana. Kattalaridan ko'ramiz, qo'chqar. Qo'zlarimizdan. Nech pul bo'ldi bu qo'zlar aka? 31-32. 31-32 qo'chqarimiz savdosi bo'layapti qo'zlarimizdan. Qayerdagi bu qo'zlar aka? O'zbekistonniki. Bormi bundan boshqa? O'zi tugabdi do'stlar. Yana yilga harakat qilasiz endi. Sariq bet nech pul bo'ldi aka? 27 mana shu sariq betimiz. 2700. Ana yana bitta sariq betimiz. Aka sariq bet nech pul bo'ldi? 2.800 mana shu sariq bet. Qo'chqarimiz. Akamiz ham yo'q. Ana, ko'rishlaringiz mumkin. 54 ta olindimi? 54 ta olinibdi. Nech pul bo'ldi bu qo'zilar qo'ylar aka? Nech puldan qaytardingiz? 8 dan. Mana yana qo'zilarimiz. Nech pul bo'ldi akajon? Ular bir joyda 28. 28 dan bir joyda berishmayapti do'stlar. Hammasi qo'chqar. Ana akamiz o'zlari 28 dan bermayapti. Bormi boshqa sizni? Qayerda manzil? Xo'ja mulkida do'stlar. Ayting telefon nomerda. 99 lik 019 1508. Har xil bo'lyapti. Xullas shu nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz. Ana bu tarafda yana qo'zlarimizdan qo'chqar emas. Qo'chqar do'stlar. Qayerdagi bu qo'zlar? Ana Oqchoy Katmandniki. Nech puldan qilyapti aka bozor? Bozor nech pul qilyapti? Bozor 28 dan qilyapti. 29 dan bir joyda berishmayapti. 29 dan. Ana. Berilmayotgan joyi. Bormi boshqa? Boshqa bormi? Bizi ko'p. Telefon nomerni ayting, izi ko'p bo'lsa akajon. Ay, telefon nomeringizni ayting, ay. Telefon nomerni ayting aka. Arkar. 99 lik 193 ayting 99 184 193 84 nomerlarga telefon qilib olinamiz do'stlar. Elim opat orsaga men 100 beraman. Mana yana qo'zlarimiz. Qo'zi ko'p. Nech pul olindi aka bu? 5 million 500 qo'chqarimiz. 5 million 500. Ana qo'zlarimiz. Aka sariq bet nech pul bo'ldi? Sariq betni ayting endi. 28 so'rayapti. 28. Ha. Sizni olayotganim yo'q, men olayapman. Bu bosilmagan. Ana. Sizga men og'ila bo'laman. Mana nech pul bo'ldi aka?
3 milyon do'stlar. 3 milyonga berishmayapti. 3 Neç pul bo'ldi buna qo'zingiz aka? Aka ekov 5,5 ga qo'yib. 5,5 ga bermayapsiz. 5,5 ga bermayapti ikkalasini. Mana. 5,5. Mana yana qo'zlar. 4 milliondan narx qo'ydingiz. Necha puldan beray aka? 4 ta olsam. Ha? 4 milliondan baho qo'yilgan. 3 milliondan berayman. Kam bo'ladi? 4 ta olaman aka. 3 million. Shu sotildimi? Ha, 3 million 50 dan berdim. 3 million 50 dan bir joyda. Yetgan. Qo'chqar. Ketdi. 3 million 50 mingdan oldi, lekin 50 Ular ketdi aka 3 million 50 dan. 3 million 50 mingdan ketdi. Yurchiga. Yurtchi 8 ta ekan, ha? 8 ta. Bulardan bir yaqinmaysiz? Oldim-ku hozir. Olgan bermayapsiz aka. Ber olsin mana. 3 million 50 dan sotildi. Mana bobomiz. Bag'am bilan qo'shqangiz necha pul bo'ldi? Qo'shqani 36 dan so'rayapti. 36 3 million 600 qo'shqani. Sariq betchi? Sariqda 3 million 400 so'rayapti. Sariqda 3 million 400, bunisini 3 million 600 bozor savdo qilishmoqda. Hech pul qoldi aka? 33 dan bo'ldi. Ikkalasi 33 dan. 33 dan berishmayapti. 33. Hech pul bo'ldi uka bular? 31-32 bozor savdosini qilishyapti. 3 milliondan savdo qilishmoqda do'stlar. Mana shu kamiz o'zlari sotmoqda. Молодец. Mana katta qo'zi so'raganlarga kattaroq qo'zlardan do'stlar. Necha pul bo'ldi kattalar aka? 38. Qo'chqarmi bular? Qo'chqar urg'achi 38. 3800 dan savdo bo'lyapti. Ana yana kattaroqdan. Qora bet necha pul bo'ldi? 4 million 100 mana shu qora betimiz. To'g'ri. Ko'rib olsangiz bo'ladi. 4 million 100 qora betimiz. Berishmayapti 4 million 100 ga. Mollabo necha pul bo'ldi bu qo'zili qo'yimiz? 6 million 600 so'rayapti. 6 million 600 qo'chqar do'stlar. Chori deyapti. Ana. Savdo bo'lib turgan joyi rayoni do'stlar. Ana. 6 million 600. Necha pul bo'ldi bu? 5 million 500 qo'chqarmi? Urg'achi 5 million 500 do'stlar. Necha pul bo'ldi akajon? 67 bo'ldi. 67 qo'chqar. Qo'chqar ha? Qo'chqar bolasi do'stlar. 7. Baraka topib to'y kelsin. Necha pul bo'ldi bu qo'zili qo'y aka? Qo'chqarmi? Urg'achi 5 million 500. Ana. 500. Bir oyda berasiz 5 million. Necha pul bo'ldi aka bu? 3,5 deyapmiz. 3,5. Bozor necha pul bo'ldi? 3 million 200 ga dor bor. 3 million 200 gacha. Bozor. Oriflar tozalab qo'ygan. 3 million 200 gacha. Ellalarni ko'rsating mana. Mana. O, qo'chqar. Bu sotildimi? Surxon chorva. Qani aka? 29 dan so'rab. Nechdan so'rashyapti? 29 dan bo'lyapti, 20 dan. 29 dan 20 ham savdosi bo'lyapti, berishmayapti.